Qizlarjonlar, assalomu alaykum. Bugun ikkinchi mavzumiz klassik va neoklassik ekan, qizlarjonlar. Mana klassigimiz o'rtasi tul, ikki yoni parter ekan. Ikki yoni, ya'ni to'kilib, tashalib turadigan ekan. Birinchimiz klassik, ikkinchisi neoklassik turine o'rtada tashalib turadigan tuli, keyin bu tagidagi parteri ustidagi galstuka ekan, qizlarjonlar. Buni xohlasangiz rezinkaga tortishingiz mumkin, xohlasangiz skladga, xohlasangiz bantovka qilishingiz mumkin. Bu ixtiyoriy. Keyin uchinchi neoklassigimiz parterda o'zi tushib turadi. Bu klassik. Neoklassik degani ham shu. Bu yog'i bo'lsa, misol italyanskiy qilsa ham, madam qilsa ham yarashib ketaveradi. Endi madam bo'lmaydi, lekin italyanskiy bo'ladi. Bu uchtasini bir o'tganim bir-biriga o'xshash. Buni hozir amaliyotda da ko'rsataman. Rezinkaga tortish, ustidan bantovkani qanday nima qilish, misol bantovkani ustidan rezinkaga tortib yig'ish, bantek qilib yig'ish, hammasini ko'rsatib o'taman.